Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Aziz birodarlar, biz ustozimiz shariat fanlari doktori bo'lgan ustoz doktor Yoqub Turkistoniy bilan suhbatimizni davom ettiramiz. O'tgan darsda iymon haqida suhbat bo'ldi. Iymonni zaiflashtiradigan narsalar, iymonni kuchaytiradigan omillar haqida gaplashdik. Endi hozir shuni davomi olarak hozirgi davrimizda bu bir musiqa degan narsa bor, kuy qo'shiq. Bu hozir bu musiqa kirmagan uy qolmagan bo'lsa kerak. Juda keng tarqalgan. Shuni bir xalqimizga bu musiqani islomdagi hukmi, musiqa, kuy qo'shiq, shunga o'xshagan narsalar qolgan. Buni islomda bu halolmi yoki harommi, shu haqida suhbatlashsak, ustozimiz. Marhamat. Alhamdulillah ve salatu ve selamu ala rasulihi ve men vala ve ba'd. Hakikaten bu zamanımızdaki bala musibetlerden birisi bu Uygurca biz nakşı müzik deb koyuyoruz. Arapçada el-agani vel musika. Özbekçede de musika, kuşaklar koyuyoruz. Bu kirmegen uy kalmadı. Kılmagan adam, işitmegen adam kalmadı. Acayip bir bala musibette yaşayaptımız. Afsus. Bazılar bunu halal deb sanaydigan, bazılar hiç bununki bir nimesi qaramaydigan, imanından zayıflaşketini hiç kılmaydigan bir nimet bulup ketdi. Bu bolsa dersimiz, mana bu imanını acizlaştırdıgan amillerinden birisi, musika. Bunun hükmü, ulemalar bunu haram. Haram degen. Bazılar adına ki bunu telezzüz kılış, bunu iştiş bilen bir huzur eriş, küfür degen bazılar. Ama bununki en racihra kuşluqraqı ulemalardan kelimesi. Hanefi alimlerden ha. Hanefi alimlerden şundaq nima qilgan. Afsus endi bu dünyadaki köpünçe kişiler Hanefi mezhepte ağlab. Bular onu pisent qilmaqliq, Allah hidayet versin. Yani bunu iştip ketiglik. Bunu adnası bu Kur'an musabaqası bolgan ahvallarda musiqa bolup başlap, şeyini musika bilen tügetiglik bunu. Allah hidayet versin. Bu kadar şundaq bolup ketdi. Şu bunu ulemalarının kelimesi bu kabairden, yani günahlardan. Köp alimler, tarihteki alimler bunu yani mekruh, tahrimi diyen hemmesi men ekrahul musika vel agani diyen. Bir yerde bizden de musika nime, bu kuşaklar nime diyen nime oldu mesela. Bu iki neresi? Hem de bu musika desek, musikanın ki bizde musika deb koyamız musika. Bu itlaqan haram musika. Hem de bu kuşak desek bizde nakşi deb koyamız Arapçada ilgirki zamanlarda kasaid şi'riye, abiyat deyildi. Hazır yeni zamanlarda bu anaşid İslamiye deb bir nime oldu. Onunki doğrusu geldiler. Ama bunlarda mı bizdeki sizler koşaklar, bizdeki nakşiler hazır agani. Yani naşidler hem var. O biz doğrusu diyenimiz naşidler. Ama bu haram diyenler agani. Bu naşidler diyende bu bir xil Allah subhanahu ve taala'nın ki zatını uluglab, peygamberimizini eslep. Mesela Hasan ibn Sabit peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin ki hakikaten kim kılgan? أغر عليه للنبوة خاتم من الله ميمون يلوح ويشهده وضم الإله اسم النبي إلى اسمه فذو العرش محمود وهذا محمده Peygamber Kubayr diyen. Nimeler reddiye birip Ya Resulallah inne Kureyşen yehcunek ve ana la asullenneke kema tusalla şa'aratu minel hamir diyen. Kureyş senisinde sökepti. Men sizinle onlarınki nimelerden ben çıkarıp alamam. Xemirden çaşını çıkarmak juda kolay, asan çıkadı. Şundaq nima qilar edi. Peygamber uhjuhum ve ruhul kudüs ma'ak degan. Sök ularni sen. Cibril sen bilan birga yordamlashadi degan. O yerda şu Hasan ibn Sabit'nin köp kaside şiirleri var. Hacavta Muhammeden fe'acabtu anhu ve indallahi fi zâkel cezâ'u etehcuhu ve leste lehu bi kuf'in فخيركما لشركما الفداء فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاء. Bunun şunda uzun nimeler bolgan. Bular yani şeriatte yolga qo'yilgan. Ilgirki vaqtlarda bu endi qasaid şi'riya. Bularni bazı vaqtlarda jangi aloqador bo'lgani bir oz bundaq bir daquduq bir haybat qo'rqinish nimada kelgan faxr nimasida. Bir oz
bu jannat do'zaxni nima qildi biroz yumshab erib biroz uzun o'qigan bir cho'zib o'qigan nimalar bor. Buni huda. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam safarga chiqqan chog'da man yahdu lana degan. Huda degan masalan hayvonlarga biroz deb biroz nima qilib bersa, mana bu odamlarga ba'zi vaqtda nima qiladi? Her zaman üze xohlaganini qilib nima qilmasdan biroz mubahni ashabillarga izni bergan. O zamandaki nimalar o anaşidme deyilmegen qasaid-i şi'riyani shundoq o'qigan. Bu yangi zamonlarimizda endi buningki shundoq shu ma'noda bo'lgan. Ya'ni u paytlarda o'sha musiqa asboblari ishlatilmagan, o'sha aytganingizdek. İşletilmagan. Aynan mana shu nimada. Ha, ishlatilmagan. O zamanda faqat payg'ambar sallallohu alayhi va sallam dufga izni berdi. Duf. Ha, sizlar daf deysizlar. Yani bizde dab deb qo'yamiz. Faqat shu dabligi bor, ammo shu maazif, at-tabl val maazif degan shu ismlari bor. Bugungi kunda biroz ismlari o'zgargan bo'lsa-mu, ammo uni nimalari kelgan. Hadisda payg'ambar sallallohu alayhi va sallam cheklagan. Shuning uchun buningki hukmi bu harom. Buni ishtish bu bunda gunoh ma'siyati bo'lgan. Masalan, ana shunday nima qilsak, u durust u ma'noda bo'lsa. Bu musiqa zaten hech bir ahvolda buningki durust bo'ladigan nimasi yo'q, faqat duf. Faqat to'y qilgan vaqtda payg'ambar sallallohu alayhi va sallam izni bergan. Ba'zilar jang maydonidami kofirlarninki biroz qo'rqinch kirgizish uchun qilsa bo'ladi degan, hech bu jang maydonida payg'ambarimizning buni qo'llaganini men ko'rmadim. Allohu a'lam. Agar ko'rganlar bo'lsa, hadis sabit bo'lsa, bu bo'ladi deb nima qilamiz? Bo'lmasa, bu jangga nima qilgan vaqt Alloh subhanahu va taolo buyurdi: "Ya ayyuhallazina amanu idza laqitum fi'atan fathbutu vazkurulloha kaseeran" deganlikda. Alloh taolani ko'p zikr eting deb. Biz da'vatga jo'natgandim Alloh subhanahu va taolo dedi: "İzhab anta va akhuka bi ayati va la taniya fi zikri." Sen qardoshing bilan bar, Harun bilan bar. Meni zikr qilishda suslik qilmanglar ikinglar. Men ko'p zikr qilinglar. Yani biz her zaman bu jangda zikr qilishga buyuradi. Bu jang maydonida bu yerda bir ibodat, bu yerda buna bir dop bir narsalarni hech men hozirgacha bir ko'rmadim. Normalda uni faqat to'yda izni bergan payg'ambar sallallohu alayhi vasallam, boshqa nimalarda uning iznisi yo'q. Duf chalishgan. Xo'sh. Keyingi savolimiz Qur'on va sunnatda musiqa, kuy, qo'shiq bular haqida nima deyilgan? Qur'on haqida tafsili bundaq bir ochiq nima kelmagan, ammo ulama har narsa bu Qur'on ko'p ijmoliy bayon qilib beradi. Ba'zi fitnaxo'rlar deb qo'yamiz. Shundaq bir haq izdigisi yo'q odamlar, imkon bo'lsa qochib bir halol qilish chiqarganlar ochiq bir şey bormi Qur'onda? Masalan, tamaki haqida hadisda duxon harom degan gap bormi? Bu Qur'onda bormi? Yo'qmi? O zaman men qilaman deydigan bundaq bir nimalar bor. Masalan, adnasi ota onani urma degan nima yo'q. Faqat nima Alloh subhanahu ihsonga buyurdi bu yerda. Alloh subhanahu va taolo va qadara robbuka alla ta'budu illa iyyahu va bil walidayni ihsana va wassayna al insana bi walidayhi ihsana. Deb kelib va la taqul lahumā uffin va la tanharhumā va qul lahumā qawlan karīmā dedi. Ularga sen bu dema, ya'ni ularni bir silkishtirma dedi, urma, bir narsa berma degan ishi kirib ketadi. Bu yer Alloh subhanahu va taolo bizga nijotlik yo'lini ko'rsatdi-da bizga. Aytik qad aflahal mu'minun dedi. Mu'minlar haqiqatan bular nijotlikka yetishdi bular. Sifati allazina hum fi salatihim khashi'un dedi. Vallazina hum 'anil lagwi mu'ridun dedi. Ular bühöde, paydasız narsalardan bular yüz örüp turuvchilar bular dedi. Onun için bunun bir açıqroq Sura Luqmanning oyatida kelgan: "Wa minan nasi man yashtari lahwal hadith li yudilla an sabilillahi bighayri ilmin ve yettehizaha huzwa ulaika lahum azab muhin" dedi. Bunun da ma'lum bo'ldiki zaten bunun haromligini bildirdi. Aynı vaqtda payg'ambar sallallohu alayhi va sallam da'vat qilgan vaqtda ba'zi da'vatda dalil bergandan keyin qissa so'zlashga majbur bo'lamiz. Ya'ni ilgari payg'ambarlarning qavmlarining payg'ambarning da'vatini qabul qilganlar, sog'lomat qolgan, Allohning rahmatiga erishgan, qabul qilmaganlar azobga yo'liqib halok bo'lgan. Uni aytib berib tursa, bu Nazr ibn al-Haris degan Muhammad sizlarga bu qavm Ad, Samudning qissasini aytib beribdi. Kelinglar, men sizlarga bu Rustam, Isfandaryar bularning kelimasini olib kelaman deb bu naqshchilarni sotib olib kelgan. Shu vaqtda bu oyat nozil bo'lgan. Bu kishilarning bir turkumlar shunda sotib olib kelganlar var. Kishilarni Allohning yo'lidan ozdirish uchun deganlikda berdi. Mana bundan murod
Mesela sahabeler İbn Abbas, İbn Mes'ud, tabi'inlerden Mujahid, bu nimelerden Hasan el-Basri, yani Ayşe anamızınki şagirdi bolgan Qasim ibn Muhammed, bularning hammasi lahval hadisdan murad bu zaten şu gina degan. Ba'zilar nimani musiqani kirgan, g'inani degan, har ikkisi bu lahval hadisga kirib ketadi. Chunki bu g'ina bo'lgan yerda muzika bo'lgan. Tarixdan bu yer zaten muzika bo'lgan. Bu mütüge bar. Bu bana bir delili. Yani bir delil Allah subhanahu wa ta'ala degan ilgari kismi bo'ladi. Vallazina hum anil-lagwi mu'ridun. Yani vallazina la yashhaduna az-zura wa idha marru bil-lagwi marru kirama. Bular yolg'on yerga nima qilib kelmaydi bular degan. O naqsha bu qo'shiqlar desak, mesela bununda ko'p 99 yolg'on. Biz yani durus bo'lmaydimi degan kelgan chaqda aytamiz, durus bo'ladigan zavobitlar bor. Hozir biz durus bo'lmaydigini aytyapmiz yani. Bu shunaqa mubolag'a narsalarni aytib keladi bular. O mu'minlar buni ko'rsa, bu yerdan bu yuz o'rib, bular o'zininki sifatlarini marru billah marru kirama. Yani hiç bununla o'ltirmasdan, bularga pisand qilmasdan o'zining hurmatini, sifatini saqlab ketishdiganlar bular degan. Zo'r bu yolg'on. Mening yuragim ko'ydi, men o'laman, o'ldim. Shunaqa gaplarni qilib o'tirdi bular. Hammasi yolg'on yani. Bu nima qo'shiqlari shunaqa nima qiladi. Bu bir dalili. Yani bir dalili bo'lsa Qur'ondan. Yani bu Qur'onda dalil bormi degan Qur'onchilar, bizning ishimiz bir Qur'onchi chiqdi. Qur'onchilar. Bu kadar aqli yo'q yani. Men Qur'onchi deydi, Qur'on o'qiy olaysinmi? O'qiy olmayman. Yoki o'qiyman, qarab o'qiyman, ma'nosini bilmayman. Sen nimaga Qur'onchi deysan o'zingni? Odamlarning shu qadar bu bilimning ozlab ketganligi, shu gapirib yursa shuni tasdiqlab yurashadi. Bu Qur'onchi degan odam Qur'on o'qiy olmasa, Qur'onni yod qildingmi, yod qilmadingmi, ma'nosini bilasanmi bilmayman. Ammo Qur'onda harom deydigan gap yo'q. Nimaga? Bu Turkiyadagi olimlar bu to'ylarimizni bu naqshi muzikalar bilan, ya'ni qo'shiq muzikalar bilan o'tkazib qo'ymayapti. Nimaga harom qiladi bizni? Biz xo'sh bo'lmaymizmi deb shunday fitna tartiqliqda bizning kilimizda Yevropada turadigan bir inson, meni Qur'onchi deydi. Mana sana aytaman, Qur'onning o'zidan aytaman mana. Bu Qur'onning dalili. Sen bunu bilmaysan. O aqling yo'q seninki. Ikki dalil. Uchinchi dalil, Allah subhanahu wa ta'ala şeytan men azdurman degan vaqtda, sen bu banu Adamni menga afzal qilding, mendan fazilatli qilding. Men ularning la ahtanikanna zurriyatahu illa qilq dedi. Ularning avlodlarini men azduraman. Bir oz kishilarni azdura olmayman dedi. Alloh taolo dedi. Wastafziz man istata'ta minhum bi sawtika wa ajlib alayhim bi khaylika wa rajlika wa sharikhum fil amwali wal awlad wa'iduhum wa ma ya'iduhum ash-shaytanu illa ghurura. Mana bu yerda tamam. Sen ovozing bilan chaqir shularni. O savtul şeytan bir yerda hamma olimlar aytadi, bu naqshi muzika deydi buni. Shu qo'shiq bar yer zaten muzika bar. Muzika bar yerda qo'shiq bar shunaqa. Buningki haliqi piyodlik, otliq olib kelaman degan, bu da gunoh ma'siyat olib borgani shu piyodlik borganlari, ovozning ketgani shu arqasin ketganlar. Hozirgi bugungi kunda bizning yoshlarimizni, yosh o'g'il qizlarimizni buzayotgan shu qo'shiqlardan boshqa bir şey emas, naqshi muzikadan boshqa. Yolg'on shunday aytib, ishqi muhabbat nimasini solib qo'yib, bu axloqdan buzib chiqaraqliq. Bu Qur'ondan, ya'ni qisqacha bu 3 oyat. Undan keyin hadis kelsak, payg'ambar sallallohu alayhi va sallam shunday degan: "La yakunanna min ummati aqwamun yastahilluna al-hira wal-harira wal-khamra wal-ma'azif" degan. Mana bu payg'ambarning beshar, bugungi shu Qur'onchilar, shu aqlsizlar, bu halol, bu musiqa, bu qo'shiq naqshlar halol deganlarni payg'ambarimiz beshar etmagan. Bular edi bular. Ular masalan shu jahannamga chaqiruvchi da'vatchilar bular. Payg'ambarimiz duatun ala abwabi jahannam deganlar bular. Mana bu zaman keldi mana. Degan, mening hadisingiz tarjimasini aytaman. Degan, mening ummatimdan shunday bir turkum qavmlar keladi. Arada bo'ladi bular. Bular zinani halol deydi. Hira zina. Nima? Harir ipak. Ipakni halol deyapti. Wal ma'azif bu chalg'u, musiqalar. Ha, wal khamr haraq nima? Haraq nima ko'p ismlar bo'lib ketdi. Bu ko'p ishimiz vas qilmaydi, bu durust bo'ladi deb qo'yadi. Buning haraqning nisbati oz deyib qo'yadi. Ammo zaten والقما أسكر قليله فكثيره فقليله حرام. يعني ما بار قاعدة بار علماء الله مثلا. وكل مسكر حرام. كرب كده بيغمرهم سيد اسمه.
Zaten köp bo'lsa mas qildimi, oz bo'lsa-mu bu nima qiladi? Harom bo'ladi. Harom bo'ladi. Shundaq fatvolarni qilib, buni ko'p ichmasa mas qilmagan ekan, biroz istiq bir şey bo'lmaydi deb halol deyishadi. İpek nima kiyishadi bular? Zina nima halol deyishadi. Bu yerda olimlar aytadi. Zaten bu yerda nima harom demasa, bu ipek, bu haroq, bu zina, bu bir yerde keldi, bununki zaten haramligining ochiqligi bu deydi. Qarang. Hira val harira val khamra val ma'azif. Axirisi ma'azif keldi bu çalgı asboblari. Demek bu hepsi haram bularning hammasi. Bu yerda kelgan ekan, buning haromligini bildiradi o. Bu bir dalil. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin kelimesinde Vafd Abdülqays kelgan vaqtda bular fasaluhu anil ashribati deydi. Bular içimlikten sorgan vaqtda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sözlep berip, yani bu içimlikten içilese bundaq narsa içsizlar, bundaq qaçılar içmeysizlar deb kelib, innalloha harrama ala ummati al-khamra wal maysira wal kubata deglik bu yerda. Wal kubata wal qanin deb. Kuba bir yerdeki maksat at-tabl, alatul maazif deydi. Bu yerdeki bu hadis. Musika asbobları. Ha, musika asbobları. Yana bir hadisimiz hadisida bu Tirmizi rivayet qilgan hadis. Hamma hadislarning hammasi sahih hadislar. Bu yerda Abdurrahman ibn Jabir radhiyallohu anhu shunaq deydi. Kharaja Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ma'a Abdurrahman ibn Auf radhiyallohu anhu فإذا ابنه إبراهيم يجود بنفسه فوضعه في حجره فإذا عيناه تجودان أو تذرفان لأن عبد الرحمن بن عوف يعني عبد الرحمن بن عوف çıkan vaqtda şu oğlu İbrahim şu sakaratda ölüş peyti turgan kulağı alıp peygamberimiz kalbinin yumuşaklığında yığladı. Yığılganda atabiki ve ente tenha anil buka atabiki ve ente tenha anil buka degan Abdurrahman ibn Avf. Yığlaysız mı? Siz yığlaştan toskan idiniz, çekilgen idiniz degende. Ana ma nahaytu anil buka illa an savtayni ahmaqayni fajirayni deglik. Ben iki avazdan şundaq bir nima qildim degan. Savtu mizmarin ve savtun inde musibetin degan. Savtu mizmar inde ni'metin ve savtu veylin inde musibetin. Ev kema ru'yel hadis. Bir nimet berilgen vaqtda bunu hoş bulduk deb shunaq deb çalıp yurgan, muziklar çalıp yurgan, musibet kelgan chaqda voy aqsu deb unaq yig'lab yurgan bu ovozdan nima qilaman? Bundan cheklidim, do'stim deb Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam shunaq degan. Ya'ni savtani mal'unani mi degan? Savtu mizmar va savtu buka inda musiba deb. La'nat qilinuvchi ikki ovoz degan. Mana bu hadislar bundan boshqa açık bo'lmagan nurg'un hadislar bor, ammo bu hadislarda açık. Qur'onchimi buni hech qanday men shu Qur'onchani nima qilaman? Bizning qarindoshlarimiz ko'p nima qildi bizni ozdirishibdi degan. Bu Qur'onninki zaten keskin açık. Hadisda ko'p nimalar da bor. Bu yetadi. Yani haq izlamoqchi bo'lgan odam o'zini bir imtihon qilib baqsa bo'ladi. Yani bunun foydasi nima? Buningki foydasi bormi, zarari bormi? Biz inshaalloh zarari kelgan vaqtda aytib ketamiz. Qabul qiladigan odam uchun haqiqatni izlayman degan adam için bu deliller yeterlik bo'ladi. Endi şu yine de bir nima qilib o'tsak, şu musiqa, ya'ni kuy qo'shiq yoki nashid shunga o'xshagan. Mana shulardan joiz bo'lganlari va musiqa asboblari ichida qaysi joiz, agar joiz bo'ladigan bo'lsa, qaysi bir joiz? Shular yana da bir mutlaka hammasi harammi yoki bir joiz bo'ladiganlar bormi? Chunki Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bor yerda Ayşe anamiz bor edi, ikki qiz bola nima qilgan edi? Joriya, bir narsa o'qib, u yerda arablarningki botirligini, tarixlarini nima qilib o'qigan, hech bir gunoh ma'siyatga aloqali bir şey bo'lmagan. Zikr qilingan. Bu biri mesela unda indaha jariyatani tug'anniyani deglikda bu yerda. Undan dalil olib kelib ular qilsa bo'ladi deyishadi. Aslida ular asli mehnati bular unda biz sanatchi, qo'shiqchi emas mesela. Kichik qiz bolalar normalda shunday o'qigan. Va bayram kuni bo'lgan bu. Ha, Ayşe anamiz bu kichik. Yani uqdurul jariyati hadis sinni degan bu kichik qiz bolaning biroz qadrlab qo'yinglar. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam ko'tarib Ayşe anamizning habishlarninki neyze o'ynaganlarini ko'rsatgan. Buningdan ba'zilar aqlsizlar usul o'ynashni nima qilib keladi?
Allah hidayet versin. Yani bu nakşa, bu koşak, müzik bar yerde kelip çıkardı, usul kelip çıkardı yani. Kılıdı bunu. Üçünü kılışıdı zaten. Allah hidayet versin. Bunu mesela biz bunun hükmünü bayan kılış getirdik. Bu yerdeki kız balalarda günah masiyet yok. Tarih. Yani Araplarınki bir fakir. İnsanın bundaq bir nimege batırlıkka, özünün asli neseplerine bunda bir bildirdiğin nime bolsa bu durus biz kıldık. Durus degeniye kelsek. Mesela Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'ninki medihileşte, esleşte, ötkende şundaq bir nime boldu? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'ne her yili Mevlid ayı kelgende eslesak, kalgan vaqt eslemesek, ata-anamızın ataları bayrami degende eslep, emdi nime kep kaldı bizim kallamızga? Durus mu? Durus emas. Peygamberimizni her zaman durduqishimiz kerak da. Her zaman nim qilish kerak. Aytibdi, shunda qilish uchun bir nima bo'lsa ham zaman eslaydigan nima bo'lsa deganda, shunaq bir qasidalarni, nimalarni yodlab ol. O'zing tatliq alfozlar bilan yig'ib bo'lgan. Har zaman eslab turasan debdi-da. Bu qasidani men shunaq yaxshi ko'rib qoldim. Shunaq yaxshi o'qitdik. Masalan, ularni eslash uchun biz o'qisak bo'ldi. Deydi, kul va kullun nasi yulad summa yafna. ووحدك أنت ميلاد الحياة وكل الناس يذكر ثم ينسى وذكرك أنت باق في الصلاة تردده المآذن كل وقت وتنبض بالقلوب إلى الممات أتيت سنا وليل الكون داج وبعد الوأد أحييت البنات وفاح المسك أن كنت تمشي ووجهك نوره عم الجهات وقد تعلو المكارم قدر قوم ويعلو فيك قدر المكرمات. Şundaq bir narsani yodlab olsak, vallahi bizning dilimizmi yumshaydi, har zaman eslab turamiz. Buni masalan qanday shaklda o'qisak bo'ladi yani buni. Har bir odam tug'ilib o'lib ketadi. Siz o'lmaysiz ya Rasululloh. Haqiqatan Rasululloh bor vaqtda biz Allohumma salli ala Peygamberimizin sünneti, Peygamberimiz buyurgan, Peygamberimiz bundaq yegan, bundaq ichgan, namozni bundaq her zaman eslab turamiz da. Bundaq bir qasoidni yodlasak, bizim dilimiz yumshaydi. Buni qay shaklda o'qisak bo'ladi yani. Shu nimada qilsak, bu durust bizga. Yilda bir emas. Masalan, o milad mevlud kunlarida qildi desam, masalan, shu kunlardan Peygamber sallallohu alayhi vasallamdan nurg'un madihiylagan qasoidlar var. Qaysi shaklda o'qisa buni, bu durust masalan. Zatil ilahdimi bir nima var. Bu kadar yani ta'sirlandim. Yani bunlar musika emas, she'rlar. She'rlar. Ama musiqa buningga musiqa qat'iy aralashtirilmaydi yani. Biz musiqaning nimasida faqat bizning nomimizda shu dof. Dofni faqat to'yda. Dedik ya, jang maydonidami debdi ba'zilar, lekin bizga dalil kerak bunga. Biz dalilni ko'rsak, sahih bo'lsa, biz qaraymiz. Ammo Alloh subhanahu va taolo buyurdi: "İza laqitum fi'atan fathbutu" degilikda, "Fazkurullah vazkurullah kesiran" degilikda. Ko'p zikr qilinglar dedi. Orada uni chalinglar, buni qilinglar, uni qilinglar degan shu, zikr qilinglar. Tabliq qildimi, umi bir jihad. Tabliqga mangan paytdimi, ko'p zikr qil, suslashmang. Jihaddimi shu, buni qiling dedi. Endi nima gap kelasiz buni durust? Faqatlam şeyda, a'linun nikah wadribud duf. Bu mubah. Ben Peygamberimiz do'mbira shu baraban bizda deb qilmasa hech gunoh bo'lmaydi valloh. Buni qilmasa hech bir qodimada bir lozim, masalan salla desak, salliqmi masalan ulamolar aytishadi, bu bir qilmasa bo'lmaydigan bir nima emas. Peygamberimiz salli kiygan deb nima qilsak bo'ladi, ammo kiyishga undamagan. Shunga o'xshash buni qilinglar dedi shu vaqtda. Nikah bir e'lon qilinsa, shunda u ko'p odamlarni chaqiramiz. Odamlar bilishadi bu nimani. Başka bir nima qilsin bo'ladi. Ammo her zaman o'limdan kelimesini zikr qilish bilan odamlarni dili sunmasin degan nimada bir oz nima bo'lsin deb qo'yib qo'ygan, ammo gunoh emas yani qilmasa bo'lmaydi. U haddidan oshib buni la tag'lu fi dinikum ya ahlul kitob la tag'lu fi dinikum. Ularni shu oshqullik qilganlikdan oshqullik qilmang. Bizga shu qadar had berdi. Do'f chalang bo'ldi. Bir qancha nimada. U yerda yana kichik bolalar shundaq bir nimalarni o'qisa, masalan bir Özbeklarninki yaxshi taraflarini masalan O'zbekiston ilgari shundaq bir ulamolarning koni bo'lgan, olimlar ko'p ilmlar nashr qilingan, biz shundaq bir mehmondo'st xalqlar degandek nimalar bo'lsak, masalan har yerning bir nimasi bo'ladi.
Ondan keyin yana boshqa nasihatlar mı var mesela? Bu nurg'un qasaidlarda, qo'shoqlarda boshqalarga nasihat qilib, ularni undaydigan nimalar bor. Faqat bir fujurda, ishqi, muhabbati emas bu. Bu nimalarninki, bu qo'shiqlarninki ko'p yaxshilari bor. Bular bo'lsa hech bir nima yo'q, balki ajr bo'ladi yani. Demak, men tushunimcha endi yaxshilikka chorlaydigan, Allohning zikr, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam salovat yoki odob axloqqa undaydigan musiqa asboblar ishlatmasdan she'rlar yoki payg'ambar deganni qilgan shu dof bilan bo'lsa ya'ni joiz ekan. Joiz degan ulamolar.